Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Millioner Husanov Cityda jami qancha maosh oladi? O'zbekistonlik futbol ishqibozlarini Angliya Premyer Ligasida o'ynayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanovning maoshi qiziqtirishi tabiiy. 22 yoshli futbolchimiz tabiiyki Premyer Liga yulduzlari darajasida daromad topmaydi va katta maosh oluvchi o'yinchilar reytingida ko'rinmaydi. Biroq shuni ta'kidlash joizki, Kapology portali avvalroq Husanovning Manchester City'dagi maosh haqidagi ma'lumotlarni e'lon qilgan edi. Futbolchi Angliyada yiliga 3.800.000 yevro ishlaydi. Manchester City bilan 2029-yilning 30-iyunigacha imzolangan shartnoma davomida Abduqodir jami 15.200.000 yevro ishlab topadi. Bu summa klub o'zbek futbolchisi bilan kelishuvni yangilaganda o'zgarishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov o'zining birinchi professional klubi Belarusning Energetik BGU jamoasida o'ynagan davrida va keyinchalik Fransiyaning Lens klubiga ko'chib o'tganidan keyin ham bundan ancha past miqdordagi maoshga o'ynagan. Angliya Premyer Ligasi klublari jahon futbolida o'yinchilarga eng ko'p maosh berishi bilan ajralib turadi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.